Bu uyga bitta kiyimni olib kelib, yashab bersanglar bo'ldi, akalar. Shuncha obzor qilgan uylarim ichida bu qadar komplekt qo'yilgan uyni to'g'risi birinchi marta ko'rishim. Uch qahramon atrofida uchasi qidirganlar bo'lsa, bu variantni kiyib ko'rsanglar, aniq bilaman, vaqtingizga achinmaysizlar. Maydoni 2 sotuv bo'lgan shu uchastkamizda postdan 6 kilometr o'tganda Hojota mahallasida joylashgan bo'ladi. Videoning oxirida narxini aytaman. Narxiga juda ham zo'r variant. Planirovkasini ko'rishingiz mumkin. Elektron darvozalar qo'yilgan, bu yerda letniy kuxna va bitta sanuzul joylashgan bo'ladi. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunaqa полностью komplekt holatdagi hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda birinchi xonamizda kuxnani ko'rishingiz mumkin. Hamma mebel texnika Xofundan qo'yilgan. Bundan tashqari bitta zal, mehmonxona, bitta umumiy sanuzul va bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Ranglariga ham e'tibor beringlar. Plus orqa taraflama zeleniy zonalarga ham ega bo'ladi. Endi ikkinchi etaj keladigan bo'lsa, uning o'zida jami 4 ta xonani ko'rishimiz mumkin. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida, полностью komplekt holatida, bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzulga ham ega bo'ladi. Plus bitta bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari yana bitta bolalar yotoqxonasi o'zini alohida terrasasiga ham chiqsak bo'ladi. Xullas, binoyimiz 260 kvadrat maydonga ega bo'ladi. Tegida podvollari ham bor va uchastkamizning narxi 198 ming dollar. Kelishiladigan joyi bor. Xohlasanglar korobkalarni 100 ming dollardan olsanglar bo'ladi.